Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan internetda mashhur bo'lgan bodring salatimizni tayyorlab ko'ramiz. Bodringni olamiz, ikkita chetini olib tashlab, ikkita cho'pta orasiga qo'yamiz. Birinchi tarafini to'g'ri kesib olamiz bodringlarimizni shakli chiroyli chiqishi uchun. Ikkinchi tarafini o'girib, ikkinchi tarafini qiya shaklda kesamiz. Qarang, qanaqa chiroyli shakli, qanaqa chiroyli chiqqan. Hamma bodringlarimizni shu shaklda kesib olamiz va paketga solib, tuz, qizil paprika, o'simlik yog'i solamiz. Soya ko'katlar solishingiz mumkin. Meni qizim yemaganligi uchun soya ko'kat solmadim. Ikkita chesnokni maydalab to'g'rab sovordim-da va paketga yopib yaxshilab aralashtiramiz. Mazasi o'zi bilan bo'lishi uchun paketga solinar ekan va 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Xolodilnikda 1 soatdan turgandan keyin ochib ko'rib qarang. Salatimiz tayyor bo'ldi. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Siz ham tayyorlab mazasini ko'ring.